Assalomu alaykum oshxona va ishbozlari. Biz Farg'ona viloyati Yozyovon tumani Qo'rsiqol qishlog'i, o'zimizni qo'shni qishloqqa olib kelib ustanovka qildik buni. Kunimizga keladigan bo'lsak, 2025-yil 26-noyabr hafta kuniga chorshanba kunida turibdi. Xudo xolasa ustanovkamizni bitkazib bo'ldik. Xo'p, gaz plitamiz bu boshidan xolodilnikimiz bu boshigacha 3 metr joyiga, balandligi 2.65 joyiga, xo'p, plafonli qilib, chiroyli qilib tayinlab berdik. Tepada svetlari ham 3 xil svetda yonib o'chadigan gaz plitalarimizni ham tayyor qilib teshib qo'ydik. Taglari ham ko'rinib turibdi, xudo xolasa. Uzoqdan olayotganimizning sababi chunki hamma joyi splashnoy ko'rinish uchun keng qilib olyapmiz. Hozir ichlarini ham bir qator ko'rsatamiz. Xudo xolasa bo'ylari balandgina bo'lib chiqdi. Bu chekamizga o'chirib yoqish uchun svetlarini 3 xil svetda yonib o'chadiganidan qildik. Taglari ham o'chib yonish uchun bu joyimizga gul chatirini o'rnini qo'yib ketgandek chiroyli qilib montajini qilib qo'yishibdi. Xo'p, gaz plitamizni qo'yib qo'ydik. Taglari ham teshib tayyor chiqarilgan. Bu joyimizga vitichkamizni qo'yib qo'ydik. Vitichka ham tayyor, yonadi. Turbo motorli deganidan 3 ta skorda ishlaydi. Bu joyimizga tumba qo'yib berganmiz tepaga ochilish uchun. Xo'p, polkalarini 2 qavat qilib, bo'ylarini ham 1 metrli uzun qilib tayyorlab berganmiz. Bu joyga shushilka qo'yganmiz, tepasiga polkasi ham bor. Bo'ylari baland bo'lgan. Xo'p, xolodilnikimizni tepasiga kenggina tumba qilgandik, ichiga chiroyli qilib aristonlarida o'rnatib tayyor qilib ilib qo'yishibdi. Xo'p, mo'ykalarimiz 450 mm emas, yaxshisidan 700 mm mo'ykalardan, semizitrlari ham yaxshisidan qo'yildi. Gazatorlari bor. Taylarni ham chiroyli qilib teshib tayyor qilib qo'ydik. Xo'p, kafelari bizdan bo'ldi. Tagidagi diod chiroqlari, tepasidagi diod chiroqlari-yu tuz quruqchoq qo'yadigani, magneti, sochiq ilgichlari, chekadagi printerlarni ham chiroyli qilib qo'yib qo'ydik. Xo'p, mo'ykamizda taxtakashi ham bor. Taxtakashlar ham yaxshisidan. Xo'p, bu oshxona mebelimizni bu chekamizdan xolodilnikimiz bu boshigacha 3 metr, balandligi 2.65 joyiga 7 million 200 ming so'mga olib kelib ustanovka qilib berdik. Tortmalari ham yaxshisidan bo'ldi, xudo xolasa. Bu ishlarimiz hammasi vodiy bo'ylab. Xo'p, chekadagi lentalari ham gilansiy birlik qora bosilgan. Boshim-moshoqlari ham to'rttadan qatirilgan. Doskasi ham qalinligi qalin bo'ladi, rossiyskiy gilansiy shunaqa yaltillab chiroyli ko'rinib turadi. Bu videoda xato kamchilik bo'layotgan bo'lsa uzr so'raymiz hammadan. Qo'ldan kelgancha videoga olib boryapmiz ishlarimizni. Hammaga rahmat. Bittadan like bosib, tanish bilishlariga ulashib qo'yasizlar degan umiddaman.